Assalomu alaykum aziz tandir o'choq ishqibozlari. Navbatdagi ishimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida bo'lyapti. Bizga zakaz tushgan shu yerga xo'jalik tandiri, yoniga ikkita qozonga o'choq, рабочий stol, moyka. Ustalar mana ish boshidan kompot ichib tayyorlanishyapti. Ishlar davom etyapti mana. Ustalarning kattasi mana o'tirib olib quryapti. Shagird mana. Ishlarimiz davom etyapti. Usta buvalar ishlayapti. Nima bo'lyapti? Sho'rlar ketyapti o'shinglar. Tandir joyi. Bu 30 litrlik qozon. Bu 80 litrlik qozon. Рабочий stol va moyka. Yerda ishlayapti. Shagitam, stop ketdi shagitam. Turbalarni chiqarib qo'yganmiz, osib qo'yganmiz. Shagit ashikka urib kelsa, tip-et qo'yib qo'yamiz. Mana nihoyat yarim kechasi bo'lsa ham ishimizni tugatdik. Ko'rishinglar mumkin, svetam yo'q. Yematali nonga tandir, 30 talik qozon, 80 talik qozon, 180 ga рабочий stol, 60 talik moyka bo'ldi. Ustanovkalari bilan hamma yo'q bo'ldi, xudo xolasa.